Sizlar Altın Naqshlar sayfamızning 2 sonida hammamiz yaxshi ko'radigan Oydin kecha degan naqshni tayyorladim. Oldi bilan bu naqshning ijodiyatchilari tunji o'rinlig'ichi ustozlarni tanishtiraman. Tekstini san'at ma'rifidagi to'hfakor ustoz, Qizil Chiroq, G'erib Sanam va nurg'unlagan sahna asarlarida o'chmas izlarni yaratgan ataliq san'atkor, naqshchi, shoir Etem Hüseyin ustozning muzikasi ataliq kompozitor, naqshchi, muzikant marhum G'iyosiddin Barat ustozning bu naqshni muqam va kucha naqshlarining yetuk ijrochisi Risolat Hofiz ustoz 80-yillarda tunji o'rinlagan. Bu yerda men ustozlar to'g'riliq nuqul to'xtalayotganim, har qanday bir naqshni o'rganganmiz, oldi bilan bu naqshning ijodiyatchilarini cho'qim bilishimiz kerak. Agar siz naqshi kasbini tutmoqchi bo'lsangiz, naqshi kasbida putarab turman, naqshi kasbini davomlashtiraman deydigansiz, undaqda aytayotgan naqshlaringizning ijodiyatchilari haqida, uning yana aslisi kim o'rinlagan, o'rinlig'ichi haqida to'liq tushunchalarga, ularning tarjimonlari, ularning kasbi hayoti, turmushi, yaratgan, ishlagan, yozgan asarlari, o'rinlagan asarlari to'g'riliq ko'p xabardor bo'lishingiz kerak. Men bu sahifa orqali ustozlarga salomimni yo'llash bilan birga cho'nqur hurmatimni bildiraman. Oldi bilan bu tekstni deklamatsiya qilay, ha? Oydin kecha. Yarım seni aslidim men hicran kichida. Sansız yulduz chimirlig'an oydin kechida. Esingdimi shu ah kecha ko'kda to'lin ay, go'yo bizni muboraklab oshqan xushchiroy. Aşu akşam ayrılmasqa va'dalashgan biz, guvoh qilib oy yulduzni ahdlashgan biz. Safar qildim jiroqlarga qoldim yosh to'kib, sadoqatim pok so'ygimni dilimga bukib. Yorim bizga quchoq ochar visol chog'lari, bilinmaydi kechalarning atqan tağlar. Etem Hüseyin aka bilan tunugilla telefon orqali mushu tekst haqida suhbatlashdim. Etem Hüseyin ustoz shundoq dedi: bu tekst bir qizning yigitga bo'lgan saf sevgi muhabbati izhor qilingan. Bu naqshini qizlar, ayollar aytishga tegishli naqsha deb tushuntirdi. Bu naqshning udari klassik ahanglardan kort degan muzikaning udariga o'xshaydi. Bir taktning ichida 2 xil udara, birisi 8dan 3, birisi 4dan 3. Ta 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 ta. Ama şu aralashma udar deymiz. Mushu udarni asos qilgan. G'iyosiddin Barat ustozimiz o'zi muqam hem xalq naqshlarga puxta bo'lgan uchun nurg'unlagan necha yuzlagan ijodiyatlari xalq ichida xalq naqshi bo'lib singib ketgan. Masalan, ijodiyatlaridan Oydin kecha, Ana mehri, Et naqshangni dehqonlar, Yar qashimda o'ltasa, yoshlig'im pashalig'im, Sanam naqshisidan neylayin, G'uncham naqshidan men ketar bo'ldim, Salam dangla, Bevapa, Harambog' naqshisi, Ili daryo bo'ylari, nurg'unlagan naqshlar. Shinjang bulbuli ataliq naqshi peshvorimiz Pasha Ayshan ustoz o'rinlagan 70-80% naqshlar G'iyosiddin Barat ustozning ijodiyatlari. Bu naqshni tunji o'rinlig'ichi Risolat Hofiz ustozning. Men kichik vaqtimda radioda chiqsa, ming'otqa yerimda to'xtab qolatdim. O'chaqda shu radio anglaydik, shu radiodan anglab qulog'imga singdirgan.
Bu naqshning qayta yana bir jamiyatga tarqalishi sababchi bo'lgan. Birisi Hikmatsan ustozning bu naqshning muzikasini qayta mediada orkestrlashtirgan. Yana birisi ataqliq ovoz rejissyori Yodgor Absalom akamiz ovoz ilish, ovoz tangshash texnik ishlarni bitirgan. Buning bilan bu oydan kecha xalq bilan yana bir qayta yuz ko'rishdi. Biz naqsh aytimiz deydiganmiz, avval yaxshi deklamatsiya qilish odatimizni yetildirishimiz kerak. Masalan, shu tekstdagi har bir misrodagi eng nozik so'z, eng muhim so'z, yorqin so'z, bularni ayırıp aşılağı ayırım hissiyat verişimiz gerek. Urgu verilgan söz olsa urgu verişimiz gerek. Yumuşaklık, yenik hissiyat verilgan sözümüz olsa yenik, nazik hissiyatını verişimiz gerek. Mesela yarım seni esledim ben hicran içinde. Bir yerde hicran bu söz urgunu talep kıladı. Hicran içinde. Yani bu kuvvetten mundaq bir biz dikkat kıldığan bir söz var. Yarım seni yayırım deb almaymiz. Naqşılarda yayırım deb ilinmaydı. Köpünce bu şey yeni bir yeni qo'shib oldigan ahvol ko'proq mavjud bo'lib qoldi va yarım deb olamiz. Har qanday vaqtida naqshida. Yayırım demaymiz odatda talaffuzda. Talaffuzda yarım, yarga, yarımga, bu şuna dikkat qilsak bo'ldi. Sansız yulduz chimirlig'an oydin kechida. Oydin kecha endi bir nozik, nihoyatda nafis bir hissiyatni talab qiladi. Deklamatsiya qilgan vaqtimizdagi so'z talaffuzimiz, urg'ularimiz to'g'rilanganda, naqsh o'rinlashda andan tilimiz ro'shan, ochiq bo'lish, hissiyatni ifodalash jihatlarda shu naqshni yaxshi to'g'ri urilishimizning bir asosi bo'ladi. Oydan kecha bu naqshning puroq hissiyatlarini ifodalash, mushu jihatlarning hammasida menga ta'sir qilgan Risolat Apiz ustozning, G'iyosiddin Borat ustozning, Yetamsan ustozning naqshi o'rilgandagi alohidligi menga chunqur ta'sir qilgan ekan. Bu ustozlarning naqshlari qulog'imga bak singan. G'iyoskamning naqsh aytganda shunday bir puroqlari bor. Seni topdim kichikdan oxirini cho'ng'aydigan mushta puroq elish usuli bor. İli naqshlarni o'rinlashda. Dal mushu yarım seni esledim ben hicran içinde. Birinci dersde deganga o'xshashlar talaffuziga ham esledim ben hicran içinde. Sansız yulduz chimirlig'im oydin kechida. Naqshni aytganda mana shu holatlar ko'z oldimizga kelish kerak. Esindimi shu oq kecha ko'kda to'lgan ay. Tekiz 4-5 bo'g'in. Oldidagi har bir 4 bo'g'in, keyindagi 5 bo'g'in. Nafasni mana mishada tabiiy, mishad o'zimi aytsingizlar, misha talab qilib turdi nafas olishni. Hargiz keyindagi 4 bo'g'in bilan 5 bo'g'inni birlashtirilib nafas olsak, 5-bo'g'inning oxirgi tugab bo'lguncha nafasimiz yetmay qoladi. Go'yo bizni muboraklab oshqan xush chehra. Oshqan xush chehra. Bayman birinchi naqshda deganga o'xshash, chiroyliq, tatliq degan xush chiroy,
tabassum bilan ifodalashimiz kerak. Tabassum bilan ifodalagan vaqtingizda ovozingizning tusida o'zgarish bo'ladi. Qarshi tarafga shu tabassum bilan aytayotganingiz, ashyalardagi mimikalaringiz anglag'uvchilarmi ashuni ko'z oldiga keltiradi. Bo'lib bu naqshining boshqalar eng qiyin tuyuldigan yeri esimdimi shu oq kecha ko'kda to'lib ay Risale Tapos ustozning mana mushundaq kuch, shu badan, butun badani bilan otlanayotgani, achadik avjiga, ash ovozni oldiga tashlab, iltib chalg'uvchilarni shu yetaklab ip ketayotgani, shundaq ko'z oldimga keldi. Masalan, men konsertlarda bir 10 necha naqsh aytayotgan bo'lsam, eng oxirida agar oydingacha aytib qolsam, boshqadan bir kuch keldi menga. Buning sababi balkim shu kichigimda Risale Tapos ustozning o'sha oydin kechida oshundoq kuch bilan aytqani cho'nqur ta'sir qoldirganmikin. Shu kuch balkim menga bir energiya beramdikin deb his qilaman. Yana bu naqshning ikkinchi kupleti, Ashu oqshom ayrılmasqa va'dalashgan Guvaqillab ay yulduzni ahdilashganmiz Safar qildik jiroqlarga qoldim yosh to'kib Mushalan aytgan vaqtimda Hitam aka ustozning naqshlari yodimga keldi. Naqshlarda oldigan bir chiroyli puroqlari bor, o'zining xosligi. Men ustozimiz shu Hitam Husayn akaning naqsh aytishdiki, puroqlarni ilishdiki, mardonalik, urg'uliq bo'libmi mana shu g'ayrib sanam naqshlaridagi g'ayrib naqshlarini ustoz Hitam Husayn akaga o'xshash o'rinlaydigan naqshchi texi chiqmadi. Agar mush oydin kechini Hitam kam aytgan bo'lsa, cho'qim mishalarni mundaq olatdi degan bir uqum bo'ldi kallamda. Masalan, jiroqlarga qoldim yosh to'kib. Hitam kamning mushtaq bir puroqlari bor. To'kib. Endi bu puroqlarni men qanday foydalandim? Puroqlarni siliqlashtirib, ayolcha holatga keldim. Azraqla siliqlashtirib qo'ygan. Demak, buningda nimani his qilgan bo'ldi deganda, biz ustozlarning naqshlaridagi olaydigini, xosligini sumirib olishimiz kerak. Bularning ashu xosliklari, ashu olaydiklari bizga bu bir kon bo'ladi, bir boylik bo'ladi. Biz bir naqshini aytgan vaqtimizda birdan aning bir yerini zinnatlashga Mesela meyerini puroqla zinnatlashga hammasi kerak bo'ladi. Shuning uchun bu oydin kechini xalq nimishga yaxshi ko'rdi? Mening o'rinlig'im uchun emas. Bu naqsha demak, shu ustozlarimizning puroqlari singan. Shunga bu naqshni anglasam zerikmayman deydigan gaplarning tarqalishi bir anglasangiz G'iyos kam bor, bir anglasangiz Hitam kam bor, bir anglasangiz Risale Tapos ustoz bor. Muzikani orkestrlashtiruvchi Hikmat Hasan ustoz, Yodgor Absalom ustozning ovozini qandoq bir taraf qilish texnik jihatdagi mana shu ustozlarimizning umumiy ximir turishlari birlashib andin sizga bu naqshini anglasangiz zerikmaydigan, yana anglasangiz yana yengillik tuyuladigan asar qilib vujudga keltirgan. Unda bo'lsa biz bugungi darsimizda
Aydın kecha degan naqshida. Mushunchalik o'zimning his qilganlarimni sizlarga tayyorladim. To'g'ri, sizlarga manfaat qilganlaridan xush bo'laman. Agar noto'g'ri joylari bo'lsa, ya'ni kam qolgan joylari bo'lsa, sizlarning taklif fikrlarni avatishinglarni umid qilaman. Naqshini qandoq o'rganamiz deganda, oldi bilan deklamatsiya qilib turib, tekstni yodga olamiz. Onun keynidan bu naqshini qayta anglab qulog'ingizga singdirishingiz kerak. Qulog'ingiz singib bo'lgandan keyin ondan sizmi ergishib, g'ingshib ayting. G'ingshib aytib, boshdan bo'yiga tang aytalaydigan holatga kelgandan keyin ondan naqshini to'xtatib qo'yib turib, o'zingiz aytib bering. Odatda zoti gap qila oladiganlar ovozimiz bor bo'lsa, naqshini mushu jaryon bilan o'rganib, o'zingiz oilada o'zingiz aytolg'idek do'stlaringiz bilan o'ltirganda aytqingiz kelib qolsa, tekis yoda, ohang yoda jur'atga kelib aytib, ham o'zingizni ham do'stlaringizni xush qila oladigan bo'lsangiz, mana mushu takrorlanib, rivojlanib mangsa, siz o'zingizga ishonch bilan o'zingizni xush qila oladigan kayfiyatni yarata olasiz. Naqshini o'rganib o'quvchilarga foydalanish uchun oxirida bu naqshining muzika qismini o'rlashtirdim. Shuningga ergishib, aytib, mashq qilib beqishinglarni umid qilaman.
çağlar bilinmeydi keçelerini atkan kanlar yarın bizge çiçek açar vissal çağlar bilinmeydi keçelerini atkan kanlar yarım senin esledim ben aldın geçip gidelim.